Ayol kishini aytganini qilib bo'lmaydi. Hech oilada ayolingiz bilan maslahatlashmang. Ayolingiz bilan biror bir narsani o'rtoqlashmang degan tavsiyalar dinimizning tavsiyasi emas. Ayol bilan kengashadi, maslahatlashadi, gaplashadi. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday qilganlar. Hatto birinchi o'sha Hudaybiyada borganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hajga kira olmay qoldilar. Majbur bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qaytishlikka. Qaytib ketamiz dedilar. Shunda sahobalarga chiqib aytdilarki, ehromdan chiqinglar, sochinglarni olinglar, olib kelgan qurbonliginglarni shu yerda so'yinglarda qaytamiz dedilar. Birortasi qimirlamadi. Jim turaverdilar. Payg'ambarimiz alayhisolom xafa bo'ldilarda ularga qarab aytdilarki, sizlardan avvalgilar ham o'zini payg'ambarini aytganini qilmasdan baloga, la'natga uchragan deb kirib ketdilar. Onalarimizdan birlari, bular sizni gapingizni qaytarish ma'nosida emas, Ka'batullohni yaxshi ko'rib sog'inganligi uchun to'xtab turibdilar. O'zingiz chiqib sochingizni olib qiladigan o'sha ishlarni qilsangiz ergashadi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom chiqib sochini olgizdi, ehromlardan chiqdi, qurbonligini qiluvdi, qolganlar ko'rdida ergashdilar.